Assalomu alaykum mening podpischiklarim. Qandaysizlar? Zo'rmi? Sog' salomatmisizlar? O'tirib bir narsaga miyam tormozlashib qoldida. Bu ayollarga savolim. Nega eringiz bilan janjallashasiz, urush qilasiz, boshqa qilasiz, alamingizni bolalardan olasiz? Bolalar sababchi emas-ku. Bolalar sizni bilan eringizni bilmasam, shunday ayollarni o'ylay agar jinim yoqtirmaydi. Bolalardan olasizlar alamni. Bola begunoh, boladan nima ayb? Xudo bergan rishtani, Xudo bergan narsani nima haqqingiz bor uzishga? To'g'richi alimentingizni oling. Boshqa alimentingiz kerak emasmi? So'ylang kerak emasdan yo boshqa narsa. Shuni to'g'richa yaxshi gap, yaxshi so'z bilan. Bolada nima ayb bolada? Aytingchi. U hozir bola, yosh u. Endi aqli yetib katta bo'lsa kimda ayb? Kimda ayb yo'q? Kim qanaqa, kim nimaligini biladi. Lekin shu tarzda siz ayni siz eshitingiz, tarbiyani bersangiz, kelajakda u bolani bilmadim. Ne kunlar kutyapti, ne sinovlar kutyapti, bilmadim. Bu qaytar dunyo bu. Esingizdan chiqarmang hech vaqt. Qaytar dunyo bu. Hech vaqt esingizdan chiqarmang. Bolada ayb yo'q. Aybdor bo'lsa nega tug'dingiz? Tug'maslik kerak. Tug'dingizmi, alamni boladan olmang. U ham inson, u ham odam. Uni ham kimgadir mehrga zor bo'lib yashattirishga sizni haqqingiz yo'q uni. Siz Xudo emassiz. To'g'ri, hozir so'zingiz o'tar. Hozir menga nima, men hozir yasha oling. Keyingi hayot, kelajak, u dunyoda borganda Allohning oldida ne deb javob berishingizni o'ylab ko'ring. Sog' bo'ling.